Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 26 sentyabr. Shosh mebel fabrikasida qanaqa spanlilar bor va narxlari bilan tanishtiramiz. Ketdi. Safiya modelimiz. Safiya modelimiz hozirgi paytda 18 million 800 ming so'm. 25% skidga tushgan, 25 million o'zi narxi bo'lgan, eski narxi. Hozir 18 million 800. Bu yerda faqat shu matras yo'q. Matras olasizlar. Matraslarimiz 1 million so'mdan boshlanadi. Endi matras qo'shmagan sababi chunki hamma har xil matras oladi. Kimdir qattig'ida, kimdir yumshog'ida yotgisi keladi, kimdir arzonroq, kimdir qimmatroq. Safiya modelimiz ruchkalari yong'oqdan ishlangan, fasadlari krashinli bo'yalgan. Turkiya bitek kraskada bo'yaladi, ustilari shpanirованный bo'ladi. Trimosi ham qulay qilib ishlangan. Yonlarida joylar bor, qo'ysanglar bo'ladi. Sensorli podsvetkasi bor. Karavatimiz noshkali, yon qismida yong'oqdan noshkasi bor. Materiallari yumshoq qilib ishlangan. Turkiya moishi yuvsa bo'ladi bemalol. Shkoflari ham xuddi shunaqa. Ruchkalari yong'oqdan originalni qilib ishlangan. Ichlari tumbuchkasi ham dumaloq. Tumbuchkani boshqa joyga qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi. Rosa ham qulay. Keyingi modelimiz Lorenzo modelimiz hozirgi paytda 22 million 100 ming so'm, 25 million eski narxi, 22 million 100. Bu yerda ham xuddi shunaqa matras olsanglar bo'ldi. Mexanizmlari tandem bo'ladi. Ochganingizda yonida ko'rinmaydi, tegida bo'ladi. Bularda kraskasida farqi bor. Gruntovkasi italyanskiy bo'ladi, kraskasi Turkiya bitek, ustilaki rossiyskiy bo'ladi. Sensorli podsvetkalari bor bu yo'llarda. Aytgancha Safiya modelimizda ham xuddi shunaqa mexanizm ishlatilgan. Shkoflarida ham ishlarida tortmalar bor. Ochsanglar, laminatlar Rossiya bo'ladi, ruchkalar turetskiy bo'ladi. Bu yoqda skriti qilingan, ruchkasi ko'rinmaydi, to есть ruchkasi yo'q. Mana bu yoqdan ochiladi. Karavat mexanizmi bor. Tegi ko'tariladi, tegiga narsa qo'ysanglar bo'ladi. Karkazlari temirli bo'ladi. Ikkita chetida anaqalari bor, podsvetkalari bor. Ikkita tumba, karavat, shkaf, trimo. Bitta pufik beramiz bonusiga. Komplektda. Keyingi model. Incanto modelimiz. Incanto model hozir 24 million so'm. Aksiyada 24 million so'm. Mana eski narxini olib tashlamaganmiz, 28 million 500 edi. Hozir 24 million so'm. Bunda ham xuddi shunaqa matras olsanglar bo'ldi. Buni дополнительный sofasi bor. Oyon tagida ochiladi. Tegiga qo'ysanglar bo'ladi narsa. Pufigi bor, komplektida o'ziniki yodviy oyna qilingan. Mexanizmlari bir xil bo'ladi. Ochganingizda bularda kraskasida farqi bor ozgina. Kraskasi va pudrali deyiladi. Buni jivoy ko'rsanglar bilinadi. Ruchkalari turetskiy. Shkop ichida bularda ham xuddi shunaqa tortmalari bor. Karavati karkas metallический. Sensorli podsvetka. Turetskiy material, moishi, bemalol yuvsanglar bo'ladi. Biz o'zimiz necha marta yuvib ko'rganmiz. Беспроводной zaryadkasi bor. Telefon zaryadka qilsanglar bo'ladi. Bitta ko'rsatsangiz shu model. Oynasida ham bor. Sensorli bosib tursanglar, yarqisini o'zgartirsa ham bo'ladi. Bu eng ko'p sotilayotgan modellarimizdan. Keyin Elladora modelimiz. Elladora modelimizga hozir katta skidga berganmiz, 33 million edi o'z narxi. 24 million 650 ming. Nimaga qimmat deyishinglar mumkin. Bularda hamma mexanizmlari Germaniyaga qo'yilgan, nemetskiy mexanizm. Ochganingizda Hetich firmaniki oxirigacha ochiladi. Mana shimiladiganlari bor. Bularda ham xuddi shunaqa kraskalari bir xil, ustlari polirovka qilinadi, yaltiratib. Shu mashinani polirovka qanaqa qilinsa, xuddi shunaqa qilinadi. O'shanda glyansli zo'r bo'lib turadi. Ichlari ham o'zining rangidan qilingan. Hozir endi moda bo'layotgan mana Hetich profil ishilar qo'yilgan mana bunaqa. Profil ishi. Petlalari ham xuddi shunaqa. Hetich firmaniki. Bu yoqlarda polkalari bo'ladi. Bu yoqda ham shu ruchkasi yo'q, mana skriti qilingan. Bu ham akkuratniy bo'lib turadi, bilinmaydi. Karavat ko'tariladi, tegiga narsa qo'ysangiz bo'ladi bunda ham. Trimolarni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Materiallari bo'ladi ham Turkiya. Keyingi Kareza modelimiz. Kareza model 23 million 400 ming so'm. Hozir aksiyada eski narxi mana 28 million so'm bo'lgan. Hozir 23 million 400. Bunda qo'shimcha oynasi bor. Qo'shimcha oynasi. Gruntovkalari bularda ham xuddi shunaqa, mana bu yerda yozilgan.
ko'rsanglar bo'ladi. Mana bitta kraska, Italiya. Karavot ko'tariladi, tagiga qo'ysanglar bo'ladi. Yumshoq qilib ishlangan materiallar Turkiya. Bularda ruchkalari yong'oqdan. Yong'oq daraxtdan, usti amerikanskiy shpon bo'ladi. Ruchkalari metallический. Shkafida ham xuddi shunaqa. Yon qismlari ham shpon qilingan. Profil ishila qo'yilgan. Ichida yonadi, podsetkasi bor. Pulti bo'ladi mana bunaqa. Pulti bo'ladi. Xohlagan o'zingizga udobniy joyga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rsating. Keyingi modelimiz Rich modelimiz. Bu modelni o'zi bizning mijozlar yaxshi bilishadi. Ko'pchiligiga yoqadi bu model. Noshkalari yong'oq daraxtdan qilingan. Narxi hozir 18 million 900 ming so'm. Eski narxi mana 22 million so'm bo'lgan edi. Hozir aksiyada 18 million 900 ming so'm qo'yganmiz. O'sha hamma narxlarga faqat matras qo'shsanglar bo'ldi. Avalniy qilib ishlangan, chetlari juda ham original. Ruchkalari Turkiya bo'ladi, ustilari shpon bo'ladi. Matvi bo'ladi. Pastlari ham xuddi shunaqa. Yumshoq qilib ishlangan materiallari. Yuvsa bo'ladi bemalol. Mana mantlarida ham shponlar ishlatilgan, bu yoqlarda ham shpon yaxshi-da. Noshkalari ham yong'oqdan, shpon faqat bittasida bo'ladi. Bunaqa uzr, boshqa hech kimda bo'lmaydi. Shkaf ichlarini ham ko'rsatsak bo'ladi. Juda ham keng. Karkaslari metal bo'ladi bularda. Bizda hammasida o'zi karkaslari metallический bo'ladi. Bunda faqat o'sha mexanizmi yo'q, lekin qo'ydirsa bo'ladi. Xohishingizga qarab qo'ydirsanglar bo'ladi. Keyingi modelimiz endi. Petra modelimiz, Petra modelimiz katta skidka bu ham 16 million 850 ming, 21 million 500 ming so'm edi. Bularda ham xuddi shunaqa tandem mexanizm, teglari baquvvat bo'ladi. Bu tandem mexanizm deganda tegidan qotiriladi, 30 kilogacha ko'taradi. Shunda tegi mana bu qismi panel bo'lmaydi. O'zini materialdan mana shunaqa qalinlikda bo'ladi. Oddiy panel emas. Yo'llari mana bularda ham xuddi shunaqa yumshoq qilib ishlangan, ko'tariladi, tegiga qo'yasizlar, karkas metallический. Juda ham akkuratniy model. Bu yerda ham profil ishila qo'yilgan. Hozir ko'pchilik yoqyapti, moda bo'lyapti deydi. Hozirgi chiqayotgan modellarimiz shulardan iborat. Modellar yoqqan bo'lsa like bosinglar. Qaysidir modellar qiziqtirgan bo'lsa kommentda yozib qoldirsanglar, batafsil ko'rsatamiz o'sha modellarni. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, mana shu nomerlar chiqadi. Bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Qanaqa mebellar kerak sizlarga? Kommentda yozib qoldirsanglar, o'shalar haqida video olamiz.